Başqalarni rad qilishning o'ziga yarasha bir chiroyli usullari bor. Hamda amaliy turmushda biz nurg'un kishilar bilan aloqamiz, nurg'unlarning har xil talablariga uchraymiz. Bu boshqalarning ba'zan talablarining ko'nglimizda aniq rad qilgimiz bo'lsa-mu, lekin rad qilolmay qolamiz. Boshqalarni ranjitib qo'yishdan, bular bilan bo'lgan kishilik munosabatimizga daz ketishdan ansirab. Bundaqda buni hal qilishning chiroyli usuli bormi deganda bor. Yeni buni üst so'zni bilib olsanglar bo'ldi. Birinchisi e'tirof qilish, ikkinchisi olitish, üçüncüsü çağrı tepiş. Şu üç sözünü yadılıb alsanlar, hemimiz chiroyli hal bo'lib ketadi. Birincisi e'tirof qilish deganimiz siz boshqalarga yordam qilishni, shu talabiga, taklifiga ma'qul deshni chin ko'ngilingizdan xohlaysiz. Masalan, bugun sizni birisi bozor aylanishga taklif qildi. Bildi bozor aylanish bersangiz, keyin nima deysiz? "Va, ajab yaxshi. Men siz bilan bozor aylansam o'zimni shunchalik rohat, shunchalik xo'shalsizmi? Uning sizning ko'zingiz bakmal tunuydi. Shunda esil, sifatlik, bosim, azdan narsalarni topa olaysiz." Degandek shunday gaplarni deb chuqum oldi bilan buni e'tirof qilishimiz kerak. Ondinchi deganda ikkinchi qadamda endi olaytimiz yana "Ey, siz bilan bozor o'ynay" degan, lekin imtihonam yaqinlab qoldi. 100 savol aran 3ni yodlabdi men qarang. Qanday qilsam bo'lamash ertangi imtihon va yoki balam yaslidim bugun men oltim qarang yoki balamni ayaga opirdim yoki opam manda degandi. Mash opamning zaya ko'tkotlig'i bamsa manda qildi deganga o'xshash bir o'zingiz tarafdagi bir tarafda turib olaytimiz. Üçüncü olup endi bununla bir çağrı tepirimiz. Yani nimdaysizlar degan vaqtda mening shunday ishim chiqib qoldi, lekin qodiy kitap beka bugun. Jibosin kechdi, manchi bilan qildi, bugun men zopini meni ko'rdik, yo'llab bo'ldi. Demak, endi ishxonasida beka o'ltirdi, choy ichib. Aşınca qamamsiz. Onun üstü bu balanayt, paran xumar bala. Erkekçi, garip sayatdan siz 3 parçalık haqida qıssadan siz su buyda sözlüsünüz. Acayip, onlap baxmıgan, vahşi gaplarni işte qıpırdı. Aşdan bilan bilib baramtınız ya deb bunga bir çağrı qilamiz endi. Endi bunda desem bir qismda voy biz degan rost jin adam deyishinglar mumkin. To'g'ri, anglamoqqa bu xuddi bir ilgarlikdek, boshqalarni oldigandek turadi. Lekin bugünkidek murakkab kishilik munosabat va kishilik munosabat tovarlashgan bugünkidek bir davrda kishilik munosabatni mushundaq tanishmay amalimiz yo'q. Chunki bizning vaqtimiz cheklik, zehnimiz cheklik, iqtisodimiz cheklik. Ba'zan ishlarni mushundaq rad qilmay amal yo'q. Maqlamda o'zimizning kichiklar yoki yaqin turgan ba'zilar udullam rad qila olishimiz mumkin. Biroq sizni boshlig'ingiz taklif qilgan bo'lsa-chi, sizning okingiz yoki xizmatdagi bir hurmatlaydigan biror mushundaq kishi va yoki chiroyli qiz bo'lgan birisi mushundaq taklif qilgan bo'lsa-chi, albatta buni bevosita rad qilishga bo'lmaydi. Mushundaq vositalik, chiroyli usullar orqali hal qilamiz. Deganim to'g'rimi, xatomi? Bir pingling qilib qo'yinglar. Mazmun yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.